Salom alaykum. Hamzlar. Nima o'ynayapsan bu? Nima o'tib qoldi bu? Maqulda ovozim ozroq pasaytirish kerak, chunki ovozim past chiqib qolayotgan ekan videolarda. O'sha uchun ovozim pastroq qilib o'ynaymiz. Qadamday sizlarman o'sha Redfak. Şimdi asışta baş kerak. Abone olmagan şu esa şu degan qo'y kirib chiqsin. Abone bo'lganlarga esa katta rahmat. Like bosmaganlarga otdim deb qo'yaversin. Qo'rqitsin. O'shancha like ham obuna ham bo'lganlarga katta like ham bosganlarga obuna bo'lganlarga kattakon rahmat. Unda bugun final bo'ladi. Bunisidan ancha kutgandim bugun. Benchlar ikki pasti prosmetr yedi. Shuncha qo'rqdim. Bitta prosmetr yemakan deb qo'yar deb kutdim, lekin bitta prosmetr bo'lmadi. Shuning uchun mayli deb final chiqarib buni kutayotgan bo'lsangiz kommentga biz buni kutayotgan edik deb yozib qoldiringlar. Kutmayotgan bo'lsalaring сейчас просто aytdim-da. Hali aytganday like va obunani umuman unutmanglar. Hozir sizlarga 10 soniya vaqt beriladi. 10 soniya ichida obuna va like pastga tushib, like tugmachasi va obuna tugmachasini bosishingizga hech qanday narsa ketmaydi. Vaqtingiz ketdi. Bu qiyin ish emas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 like bosganlar va obuna bo'lganlarga kattakon rahmat. Obuna bo'lmaganlarga obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilaman. Bu kanalda hali juda ko'p videolar chiqadi. Ko'p videolar tayyorlagan prosta chiqarish kerak. O'shaning uchun sizlar aktivni zo'r chotki modki podka qilib qo'ysalar, motivatsiya mashq sizlarga video tayyorlashga shu videolar tayyorlagan videolarni chiqaraman. Sizlar aktiv qilisizlar, o'shaning uchun motivatsiya tushib ketyapti. O'shanga video sekin chiqadi. Agar sizlar aktiv zo'r obuna ham ko'proq kelsa va like ham ko'proq bo'lsa, men videoni har kuni agar yana ham zo'r bo'lsa, asosan bir kunda 2 ta video qo'yishim mumkin. Просто sizlar u narsa sizlarni qo'llarida. Endi bugun qiladigan ish yo'q. Bironta uylarga kirib chiqish kerak. Mana shu bir sahifaga kirib chiqdim. Egasini uni like bitta olaman ekan. Qanday yaxam shunday. Ozgina joy ichimga solib qolyapti. Shu pastga tepasi yo'q. Menimcha asta buzilyapti desam, izimizda turgancha. Вообще sekin buzilyapti. Koşmadı. İyi başbat. Biliyorum.
Mayli birinchi çıksak bo'ladi. Ana de sandıqmi? Sandık. Birinchi sandıqqa tegishmaymiz. Bir sandık birovniki bo'lishi mumkin. Ko'rish kerak. Oh, canım gitti. Qaranglar do'stlar, bu sandiq birovniki bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ochinglar desalaring, like va obunalarni bosib qo'yinglar, shunda ochishim mumkin. 1 2 3 like bosinglar, obuna bo'linglar. Unda ochamiz. Buncha pul. To'xtanglar, lekin bular bo'lishi mumkin. Birinchi kimda deb so'rasam, hech kim hech demasa, men o'zimniki qilib olaman. Men boyib ketdim do'stlar. Endi men bomish emasman. Vau. Qani? Endi men bomish emasman do'stlar. Bo'lmasa? Endi men bomish emasman do'stlar. Shuncha pulim bor. Sandiqni ham bir ochdim. Kimdiki endi bo'ldi meniki, kimdiki endi bo'ldi meniki, kimdiki endi bo'ldi meniki. Ana shuncha pulga ega bo'ldim. Kim tashabbus mumkin bu yerga bo'ldi. Mayli kim tashabbus bo'lsa, mana shu yerga egasi bo'lmishku. Ha. Men sizga cho'tki, mutki bana akıllı sovg'a. Hazır sovg'ani sandiqqa solaman. Qarang, sizga mana ko'rasizmi? 2 soat sizga kelib ketdi. Bo'pti. Qo'shib berganingiz uchun rahmat. Mayli. O'quvchi farq olish uchun. Ayvatcha. Jetili o'zing bas. Nima? O'zing nima? Meniki Ritfak. Seniki-chi? Ahmad. Bo'pti, Ahmad aka. Ahmad aka deb turaman mayli. Git uyga borib sandiqqa pullarimni sotsam, men boyib ketgan bo'laman. Do'stlar, shuncha pul. Elim tam to'la. Yo'qqa. Wow. Bunga endi men o'zimga Lamborghini mashina olsam bo'ladi bularga. Men sizlarga aytganimdek 6-sinf final degandim. Final bo'ldi ham. Shu 6-chiqsam tugashiga ozroq qoldi. Hali ketdi. Nima kelim chiqarmasin, men pullarimni olib ketmadim. Sakras sunduk yashasi yo'qkan. Men sunduk pullar bilan pullarimni bunda. Tez pullarni solib qo'ysam, keyin xayrlashaman. Yo do'stlar, bugun sizlar bilan men o'sha Redfak bo'ldim, sizlar tanigan va tanib tashlagan Redfak bo'ldim. Sizlar shu videoga like va obuna ayamanglar. Kanalga obuna va shu videoga like'larni ayamay bosinglar, aktivni ko'rsatinglar. Bu qizim aytganimdek final bo'ldi. Men boyib ketdim. Endi bomish hayoti shu yerda tugaydi. Bomish hayoti. Men endi boyib ketdim. O'zim birada shu ishga kirib ishlab yuraman. Sizlarga qiziqmas. Oddiy hayot bo'ladi. Ishlamasam kunim o'tib turibdi-da. Ishlab bomish hayoti shu yerda tugaydi. Like va obuna unutmanglar.